Joriy yilning mart oyida zahri qotil urug'ini xonadoni chetidagi ekin yeriga qadab bir muddat xorijda ishlab kelgan navoiylik fuqaro iyun oyida uyga qaytganida ne ko'z bilan ko'rsinki, ikki tup giyohvand o'simligi unib chiqqanligini ko'rib, uni parvarishlay boshlaydi. Keyinchalik o'simlikni yerdan uzib, quritib, gugurt qutilarga sarishtalab qo'yadi. Buni qarangki, fuqaroning tanishlari uning bu ishdan xabar topib, ikki o'rtada savdo ham boshlanib ketgan. Buxoro viloyatining Vobkent tumanida yashovchi tanishiga 3 gugurt qutisidagi quritilgan marixuana giyohvandlik moddasini sotishga kelishiladi. Xaridor aytgan miqdordagi giyohvand moddalarni fuqaroning uyiga kelib xarid qilib ketadi. Oradan sal vaqt o'tib xuddi shu mijozdan yangi buyurtma tushadi. Giyohvandlik vositalarini sotib tekin boylik orttirishni maqsad qilgan navoiylik giyohvandfurush navbatdagi buyurtmani ham Buxoro tumani Saxovat mahallasiga olib kelganini aytadi. Fuqaro avtomashinasi ichida mijozga sotib pullarni olayotgan vaqtida ichki ishlar organlari xodimlari tomonidan ashyoviy dalillar bilan qo'lga olinadi. Xodimlar tomonidan o'tkazilgan tezkor tadbir davomida giyohfurush o'z ko'rsatmalariga asosan tadbir ishtirokchilari va xolislarini o'zi yashab kelayotgan Navoiy viloyati Qiziltepa tumani Husbuddin qishlog'idagi yashash uyiga olib borib, o'zining tandirxonasida quritilgan holdagi sof vazni salkam 3 kilogrammga yaqin 2 kilogramm 748,28 grammni tashkil qilgan marixuana giyohvandlik vositasini kelgusida sotish maqsadida saqlab kelganligi aniqlanib, tegishli tartibda rasmiylashtirilgan. Giyohvandlik moddalarining noqonuniy savdosi bilan bog'liq ushbu jinoiy holat yuzasidan O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 273-moddasi 5-qismi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilib, aybdor shaxsga nisbatan qamoqqa olish tarzidagi ehtiyot chorasi qo'llanilgan holda dastlabki tergov harakatlari olib borilmoqda. Giyohvandlik umr zavoli. Buni yaxshi bilsak-da, bu yo'lga kirib qolish holatlari afsuski uchrab turadi. Unga qarshi kurashish faqatgina tegishli davlat organlarining emas, balki butun jamoatchilikning tashabbusi bo'lishi shart.